Katta rahmat sizlarga. 50 mingta parpishchik bo'pman. Sizlarning barliqlaringizga shukr. Doimo sizlar qo'llab-quvvatlab va shunchaga yetishdim. Yana birtadan obuna bo'lib, kommentariya yozib qo'yingizlar. Obuna bo'lish bepul qiling. Buna bugun tarbizni reklama qilyapman. Inshaalloh bu satqiliq katta tarbiz. Chunki kommentariya men obuna bo'lsangizlar, kommentariya ham odamni qandaylar xursand qiladi. Bir tarqalib video bir qo'llab-quvvatlasangizlar, ming rahmat deb qolaman sizlarga. Barliqlaringizga shukr. Assalomu qadrli valiant obunachilar, Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush kelibsiz. Srochni tarbiz sotiladi, ko'ryapsizlar. Eng maydasi 5 kilo shablon, eng kattasi 20 kilogacha. Mana tarbizga kelayotgan bo'lsak, tarbiz Kolxozobod ittifoqda 8-brigadda. Mana shunday 1 gektar polya. Faqat tarbiz hali umuman terilgan yo'q. Kimga interes bo'lsa, bemalol kelib buna tarbizni mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Juda tarbiz zo'r bo'lgan, palak g'ovlagan katta tarbiz nima ko'rsatamiz? Ne qilamiz? Qarang, jaqiraqga. Mana qarang. Mana bu 12 kilo, 13 kilo tarbizda. Mana yoqtab kilo. Qarang. Afsha tarbiz zo'r bo'lgan inshaalloh. Jiring, bu yoqqa jiramiz asta-asta. Mana No'da bir ko'rsatdim. Pola bo'lmaydi, qo'rqmangizlar. Prosta palakni sizlarga bir ko'rsatmoqchiman. Haqiqatan palak tarbiz zo'r bo'lgan. Mana katta juda bu 17 kilo, 18 kilo tarbiz bu. Juda katta tarbiz. Agar kimga interesni bo'lsa, shu yerga bemalol kelib turib, telefon orqali ham pastda nomerlar bo'ladi. Shu nomerlarga WhatsApp, promoy nomer telefon qilishingiz mumkin. Palakda juda tarbiz katta juda yaxshi bo'lgan, mehnat qilingan inshaalloh. Tozza bir jesangiz podklonka tarbiz, gruntovka emas. Temol bu o'zimning qishlog'imda bo'lgan. Men bilaman qanday tarbiz ekanligidan. Kelasiz bemalol ikkita tarbiz birdan. Endi buning pishmaganini men oncha bilmayman egalar. Qarang. Nosni bo'ldi, bu qirtamiz. Ana endi aytmoqchiman. Narxga kelayotgan bo'lsak, shablon qo'yasiz. Masalan, 5 kilodan ta 20 kilogacha deb shablon qo'ysangiz, gidetda narxlar 13 somon bo'lyapti. O'zi pulga 13 ming bir dana shtugi. Endi optum yana savdosi qandaydir telefon qilsangiz kelishib olasizlar, qanday shablon qo'yasiz, nimaga qarab, endi shunday deb egasi birinchi sotishidan inshaalloh nasib qilgan bo'lsa, shablonni qo'yasiz, shablondan balandini polni terib, bemalol 13 somondan olib ketishingiz mumkin. Yana bemalol telefon orqali savdo qilishingiz mumkin demoqchiman. Yana qandaydir savdosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yana kelishib olgan holda bemalol ko'plar aytadi narxini qo'yma. Yo'q, narxi emas. Narxi bizzatni az katta tarbizning narxi zo'r, lekin mayda 2 kilo, 3 kilo bo'lsa, onda narxi past bo'ladi. Misol 5 so'm, 4 so'm shunday bo'lishi mumkin. Lekin bular katta tarbiz, bularning bizzatni narxi juda ham zo'r bo'ladi. Tembolni qarang, birinchi terim naqd ko'rsataylik. Naqd qilamiz, qarang. Bir tomosha qilsangiz, bir aylantirib shundayga. Qarang, palakni qarang, svejiy palak. Shunday zo'r bo'lgan, g'ovlagan tarbiz ko'rinmaydi. Chunki g'ovlagan palakda, ko'p o'sgan palakda demoqchimanki, tarbiz zo'r bo'lgan bo'ladi. Qarang, derdim ya. Men faqat chertib ko'raman, tarbiz tushunsam, tushunmasam, tarbizni chertib ko'rish bu juda zo'rda. Pishmadimi, lekin men onu bilmayman. Lekin tarbiz pishgan. Egasi pishgan deyapti. Mening o'zimning pishmagan tarbizni men bilmayman demoqchiman. Shuning uchun biz 50 mingta parpishchik bo'ldik, obunachilar, sizlarga katta rahmat. Mana shu 50 ta parpishchikka sizlarning orqalaringizdan yetishdim, iltimos. Yana birtadan parpishga obuna bo'lib qo'yingizlar. Bitta chiroyli kommentariy yozib, bitta obuna bo'lish qiyin emas, do'stlar. 50 mingta parpishchik bo'ldim, sizlarga katta rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.